Ha, bo'ldi. Hozir Kelib biz ham borib qoldingmi? qolamiz. Ha, mana kelib qoldi mana. Alo. Otaxon rozi qol. Ha, biz ham borib qolamiz hozir. Ha, beravering. 20 ming bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Mana. Yo. Qo'sh ber yana. 100 ming qo'shib ber. Mana to'g'ri. Rahmat. Arzimaydi. Otaxon, shu yoshingizda sizni nima majbur qildi arava tortishingizga? Yolg'iz onam bor 74 ga chiqqan. O'shani dori-darmoniga pul kerak deb yig'ib tirikchilik qilib yuribman-da. Dori o'lgirab 2 million turar ekan. Ertaga oshim kerak edi. Bo'lmasa ertaga eslatgan shu otaxonning ishlarini hal qilib beraylikda, dori darmonlarni ham hal qilib beramiz, xo'pmi? Ertaga esimga soling, xo'p? Hayda mashinani ketdik bu. Chep bozorga tushsa qulpmay olishni eslatdingiz. Bo'ldi, eslatding. Ye, ana otaxon-ku. Men senga ana kuni eslatgan dedim. Ishlarni hal qildikmi shularni? Yo'q. Olib ketdi. Qani yurchi? Sal xayolimdan ko'taribdi, kechirasiz xo'jayin. Otaxon, assalomu alaykum. Tuzukmisiz? Yaxshimisiz? Ana kuni xayoldan ko'tarilibdi. Dorini spiskasini bering, o'zimizni hozir hal qilaylik. Dorini spiskasi deysizmi? Endi dorixonani ko'chirib olib borsam ham endi onam qaytib kelmaydilar. Endi kech. Ye, nega unaqa deyapsiz? Onam berib qo'ydik, didor qiyomatga qoldi. Otaxon, men bor uzr, shu kuni ham pulimiz bor edi. Berib ketsak bo'lardi, nima bo'ldi bilmadik. Azgincha biz xato qilib qo'ydik, men bor uzr, endi afsusdamiz. Yo'q, xato sizdan o'tmadi, xato o'zimdan o'tdi. Ya otaxon, ajoyib gapirasiz. Nega bunaqa deyapsiz? Butun umrim davomida faqat Allohdan so'radim. Shu bir kun bandasiga ishonib, o'shanda ham xato qilib qo'ydim. Onam sho'rlik dorini olib kelib ber bolam, dorimni olib kelib ber dedi. Sizga ishonib 3 kun kutdim mana. Rahmat sizga.